2024-yilda ishlab chiqarilgan LS pozitsiyasi, chexol poli qilingan, probegi 8000 yurgan kraskasi toza. Gazchi. Gazi yo'q, benzin. Avtomobilimiz benzinda harakatlanib turibdi ekan, 8044 bo'libdi. Chexollarni ham chiroyligini tashab qo'ygan ekan, ko'riklarga qo'shib. LS pozitsiya aytib o'tilgandek, avtomobilimiz benzinda harakatlanyapti ekan, hali gaz qo'yilmagan. Narxi necha pul aka buni? 14800 dan beramiz. 14800 dollardan o'tib beramiz deb aytayapti. O'tiring aka. Bunisini yilni aytchi? Hozir boryapman. 24 ga 25. Harok ablisovga yumshoq balon, polik propan gaz qo'yilgan. Redline mi yo'q Redline. Redline. Pozitsiyamiz redline pozitsiyada akalar full bo'ladi. Tomida panoramasi bor, boshqa va hokazolari bor. 38293 kilometr. Ko'ringlar ham tashab qo'yilgan ekan. Bahosi necha pul? 18000 dollar. 18000 dollardan o'tib beriladi deb aytayapti akamiz. Telefon raqami aytaylik bularga. 97 bilan 324 23 30 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Tracker 2 izlaganlarga videoni tashab qo'yish esdan chiqmasin. Aka-ukalarim, Tracker 2 larda davom etamiz. 2025 kraskasi toza, Premier pozitsiyada ekan. Plusidanmi? Premier Plus deb aytib o'tilyapti. Farqini bilmayman lekin. Podnoshkalar qo'yib qo'yilgan ekan. Premier Plusini adashmasam bokovoylari sal boshqacharoq ekan. Hozir ko'rib qo'yamiz. 45168 yuribdi. Ko'ringlar tashab qo'yilibdi. Propan gaz balonlari bor. Avtomobilimiz minishga tayyor ekan. Narxi necha pul? 18000 dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. 2025 toza gazlari qo'yilgan, Premier Plus ekan. Podnoshkalar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Telefon raqami aytaylik. 93lik 058 93lik bilan 058 37 97 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, videoni qisqa qilyapman. Iloji boricha kraskasi, probegi, narxini aytaman. Mabodo kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bemalol podrobniy so'rab olishingiz mumkin. Nimaga sizlarning vaqtingizni kamroq olib, ko'proq ma'lumot berish maqsad. Aka, keyingisi qaysi biri? Keyingisi mana 25. 2025 kraskasi qanaqa buni? Toza? Gazlari bor bunda. Propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Metan. Metan? Eng qimmatidan 3 talik. Xo'p. Metan gaz balonlar xuddi Captivaga o'xshab tushadi. Hozir bir qator ko'rsataman. Yurib o'tgani 25177 bo'libdi. Ko'ringlar tashab qo'yilgan ekan. Bitta ko'rsatib qo'ysam maylimi metanlarni? Mana aytganimdek, xuddi Captivani singari propanlari tushadi, ko'rib turganingizdek. Kraskamiz toza degan. Puli necha pul? Buni 18300 kamaytirib 18300 dollar kamaytirib beraman deyapti. To'qson bilan 058 37 97 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Pozitsiyamiz Premier pozitsiya, aytib o'tganimdek, kraskasi toza. Metan gaz balonlar qo'yilgan ekan, propan emas. Podnoshkalari ham qo'yilgan ekan. Balonlarini ham ko'rsatib qo'yaman, holati yaxshi holatda ekan. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Xo'p, aka-ukalarim, Tracker 1 lardan izlaganlarga kraskasi top-toza ekan, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha dedingiz? 51000. 51000 kilometr yurib o'tibdi. Ruxsatnomalari tonirovkaga. Tonirovka ruxsat yo'q deyapti akamiz. Aka, Vodiy avto. 51484 ko'rsatyapti tablomiz. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi chiroyli holatda. Tracker 1 lar ham, lekin juda chiroyli ishlangan. Orqa tomondan ko'rinishlari. Narxi necha pul aka buni? 90lik 540 01 69 90lik bilan 540 01 69 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalarim, bahosi 11,5 dollar qilibdi, berilmagan 11,5 mingga necha pul berib yuborasiz? Qancha? Sunnatiga 11500 dollarga berilmagan mashina, o'zinglar
hisob kitobini olasizlar. 12 ming deyapsizmi o'zingiz? 12 ming so'm. 12 ming so'm deyapti. 12 ming so'm 11,5 ming bermadim deyapti. Kraskasi toza 2020. Probegini aytdi. Mashinani ko'rinishlari juda a'lo darajada. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Premyer qilingan. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskamiz toza. Kraskasi toza, gazi yo'q. Benzinda. Benzinda LS pozitsiya premyer qilingan. 4 ta Redline diskga balon qo'yilgan, parok qo'yilgan, oldi облицовка RS qo'yilgan, tonirovka ruxsati bor. Necha oy ruxsatnomasi? 9 oy. 9 oy bunga ham ruxsatnomasi bor ekan. 20,094 kilometr tablomuz ko'rsatib qo'yibdi. LS pozitsiyadagi Tracker 2 avtomobilimiz. Puli necha bo'lyapsiz aka buni? Buni 14,5 deyapmiz. 14,500 dollar deyapsizlar. Qana bor. Telefon raqami aytaylik. 97lik. 97lik bilan 992 992 04 44. 04 44 raqamlariga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Old tomondan ko'rinishlarini bir qator ko'rsatib qo'yaman. Mana do'stlar, oldi oblisovkalari qarovlar qo'yib qo'yilgan ekan. Diskalar ham Redline'dan qo'yilgan ekan.